Assalomu alaykum do'stlar, qadrdonlar. Bugun sizlarga tanishtiradigan biznesimiz Gazoblokni mini variant komplekt holati va uchtasi birda komplekt holatini tanishtirib o'taman. Birinchi bo'lib Gazoblokni mini komplekt holati. Bunda suv yo'nqisi 2 litrli, mishalkasi 3 ta qolipi bo'ladi. Qoliplari yevroli variant bo'ladi. Oralarida listlari bo'ladi. Taglarida 7 qator profili, yonlarida ham 7 qator profili bo'ladi. Bu komplektimizning narxi, joydagi narxi $1200. Uchtasi birda komplektini tanishtiradigan bo'lsam, shu uchala uskunamiz qo'shiladi uchtasini bir ichiga. Xo'p, pena generatorimiz, kompressor mikserimiz, rastor bochkamiz bo'ladi. Bular bilan nimalar qilsak bo'ladi deganlarga, suv yo'nqisi mishalka bilan gazoblok ham qo'ysangiz bo'ladi, polistiroblok ham qo'ysangiz bo'ladi. Mana bunaqa kompressor mikser, pena generatorimiz, rastor bochkamiz yordamida pena blok ham qo'ysanglar bo'ladi. Hamda bular oddiy holati pena generator, kompressor mikser, rastor bochka yordamida tomlarga pena lombos xizmatini ham qilsanglar bo'ladi. Kimga shunaqa apparatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar. Xo'p, sizlarga aytish esimdan chiqib qolibdi. Uchalasi bitta komplektimizning narxi $1,500 turadi. Joydagi narxi dastavkalar kelishilgan holatda bo'ladi. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar, batafsil ma'lumotlar berib o'tamiz. Hammaga rahmat.